Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir hadisini aytmoqchimiz. Payg'ambar alayhissalomga bir yigit kelib, payg'ambarimizga shikoyat qilib keldi. Ya'ni gunohlarini Alloh subhanahu va taolo kechirishligini xohlab keldi. Va o'zidan shikoyat qildiki, men gunohlarni ko'p qilib qo'yapman, ya'ni gunohlarga mubtalo bo'lib qolyapman deb payg'ambarimizga kelganda, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdi: "Istag'firillah, Allohga istig'for ayting, Alloh taolodan kechirim so'rang." Va yana bir kishi keldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilar: "Men farzand xohlayman, ya'ni farzandli bo'lishni istayman" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Istag'firillah, Allohga istig'for ayting." Keyin yana bir kishi keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 3-marotaba boshqa kishi savol beryapti: "Ya Rasululloh, la yanbutu zar'i." Ya'ni men ekayotgan ekinlar hosil bermayapti. Ya'ni men pul sarflayapman, lekin maqsadimga yeta olmayapman deb payg'ambarimizga shikoyat qildi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam istag'firillah, Alloh taolodan kechirim so'rang, Alloh subhanahu va taologa istig'for ayting deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasihat qildilar. Aziz birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 3 turli inson 3 ta har xil savol bilan murojaat qilgan vaqtlarida payg'ambarimizni javobi bir xil bo'ldi. Ya'ni Allohdan kechirim so'rashlik. Buni sababi shuki, Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi aytadi: "Istagfiru robbakum innahu kana g'affara." Alloh subhanahu va taolodan kechirim so'ranglar. Allohga istig'for aytinglar. Albatta Alloh sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Birinchi kishining savoliga javob: "Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Va Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida aytayapti: "Sizlarga o'sha juda bir manfaatli yomg'irlarni yog'diraman va sizlarga farzandlar ham ato etaman" deb Alloh taolo o'zi Qur'onda va'da beryapti. Demak, azizlar, dunyodagi barcha ne'mat, rizq barchasi albatta Allohning xazinasidan keladi. Albatta taqdirda yozilgani keladi. Va shuningdek, ba'zi bir vaqtlarda Alloh taolo o'sha taqdirni insonning amaliga baylab qo'ygan. Sababi taqdir ikki xil bo'ladi. Mubram, ya'ni o'zgarmaydiganlar bor. Muallaq, bir narsaga ta'liq qilinganlar bor. Ya'ni bir narsaga bog'langan. Masalan, istig'for qiladigan bo'lsangiz, Alloh ko'paytirib beradi. Agar istig'for qilmasa, Alloh taolo yozganidan oshirmaydi. Shuningdek, azizlar, har birimiz har bir holatda Alloh taoladan kechirim so'raylik, chunki insonmizki xatodan xoli emasmiz. Shuning uchun har birimiz Allohdan istig'for qilaylik, toki Alloh bizga ham o'sha yuqorida aytilgan ne'matlarni, yaxshiliklarni berib, barchamizning gunohlarimizni kechirgan bo'lsin.